Sizlari, men Agrobank To'qona filialida ishlab qoldim. Bugungi kunda Agrobank To'qona filial tomonidan kredit ajratilishi, ya'ni qanaqa xizmatlar bor, qanaqa faoliyat loyihalar amalga oshirilgan bo'yicha to'liq tanishtirib o'taman va yakunida sizda qanaqa kreditga ehtiyoj bor, shu bo'yicha savol javob qilsak bo'ladi. Ya'ni murojaatlaringiz bo'lsa, murojaatlaringizni yozib, bu joyga hal qilib beramiz. Bugungi kunda Agrobank To'qona filial tomonidan jismoniy shaxslarga birinchi boshlasak, jismoniy shaxslarga mahalla loyihasi dasturi asosida 50 milliongacha kredit ajratamiz. 60 oy muddatga 24 oy imtiyoz davri bilan 25%. Bu ya'ni oldin ishsiz, oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarga ajratiladi. O'zini o'zi band qilgan, 412 ming to'lov qilingan, sizda qanaqadir o'zi band qilgansiz, misol uchun ustachilik qilasiz. Sizga yangi asbob-uskuna kerak ustachilik uchun. Sizga mablag' kerak. Borasiz bankka, borasiz, siz ishlamaysiz deb kirib bermaymiz deydi. Shuni hisobotidan 25% dan 50 milliongacha bizdan kredit olishingiz mumkin. Ya'ni bu aytib o'tay, qaysi mahallaga beriladi? Konyak tumanida 13 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, o'shaning 6 ta mahallasi Agrobankka biriktirilgan. Bu biriktirilgan banklarga beriladi. Ya'ni Guliston, Sho'rko'l, Zafarobod, Ko'kcha, Yangiozon, Qarag'ata 6 ta mahalla. Qolgan mahallalar biznes va rivojlanish bankiga biriktirilgan. Ularda ham mahalla loyihasi dasturi produktlari bor. Ulardan foydalansangiz bo'ladi. Biz ya'ni yo menga 50 million kerak emas, menga 17 million yoki 15 million yetadi. Menga muddati kamroq kerak, imtiyozi kamroq kerak desangiz, biznesga ko'mak dasturi asosida 17 milliongacha kreditimiz bor. Bu ya'ni 48 oyga bo'ladi, 6 oy imtiyoz davri bilan 25% dan beriladi. Buni ham tartibi oxirgi 2 oyda rasmiy daromadga ega bo'lmagan ishsiz fuqaro o'zini o'zi band qilgan 412 ming to'langan bo'lishi kerak. Kafil va sug'urta asosida ajratiladi. Xo'sh, undan boshqa bugungi kunda oilaviy tadbirkor dasturini rivojlantirish asosida kredit ajratiladi.